rizqli nasibali bo'lsin deb farzand tug'ilsa yaxshi niyat qilamiz-ku. Mana har bitta yaxshi niyat tagida ma'no bor-da. Bitta hozir bittasi aytib beryapti. Men Yandex qilardim, qornim juda ham och edi dedi. Yonimda pulim yo'q obed qilishga dedi. Bir inson chiqdi dedi, meni mashinamga dedi. Etilgan manziliga olib borib bersam, u xot-dogni sotadigan xo'jayini ekan o'sha xot-dog-xonani. Oka, siz shu yerda ishlaysizmi desa, ha debdi. Menga debdi shu Yandex puliga debdi shu yaxshi xot-dog qilib bera qoling desa, bo'ldi aka debdi-da, bunga aytdi. Menga shunaqa xot-dog qilib menga olib chiqib berdi deydi. Suv bilan olib chiqib beraman sizga, aka debdi-da, olib chiqib berdi. 35 ming bo'pti Yandex puli. Bir chekkada o'tirib o'shani yeb oldim deydi. Keyin yana Yandex chaqirishdi deyapti. Voy aytib beraman, etlarim o'chib ketdi, anaqa bo'lib ketadi. Yandex chaqirishdi deydi, bitta ayol deydi, menga laganda narsa olib chiqib berdi deydi. Mashina joyiga yetkazib bering, borsam, telefon qilsam, bitta erkak kishi oldi deyapti. Keyin aka, men hozir uyda emasdim. Buni hammasini puli to'langan. Shuni endi o'zingiz yeb ora qoling debdi, shu mantini. Bu endi aytayapti, men yo'mayman, qornim to'q deyapti. Men kechgacha ishlashim kerak deydi. Bu mant yomon bo'lib qoladi deydi. Musorxonani oldida to'xtadim dedi. O'sha yerda deydi, oldimda o'sha mantini musorxonani ishchisiga bersam yig'lavordi haligi erkak deydi. Nimaga? Tinchlikmi aka, ne yig'layapsiz desa, xotinim homilador edi. 3 kundan beri manti yeyman deyapti. Manti qilishga, manti qozonimiz yo'ligi uchun qilolmayapti deb rosa yig'labdi. Voy, eshitib shunaqanaqa bo'lib ketdim. Rizq Allohdan, mana. Rizq Allohdan.